Assalomu alaykum. Oy, alaykum assalom. Tug'unjon bormidi? Qaysi Turg'unjon deysiz? Mayliqi, ovoz o'rdiganlik ataqliq bir ovoz artistimiz bor-ku, Turg'un Ibrohim deydigan. Shu kishini izlab kelib edim, to'pga chiqib qolsam yo'q. U bir yig'in ishidan sirtqa chiqib ketgan. Ha, menda ketdi qaysa? Makasa? Endi men qaysa xabarlar bor, shu bizning shaharda qaysa tumoqchilik qildim. O'tganda mana Turg'un Ibrohim bilan birga tanishib qilib oladi qaysa. Shuni bilan dukkana taqib tutlamış ovozga sal qiziqib qolibganman. Imtihon berib qo'ymayki deb kelgandim. Yaxshi. Endi ishingiz yaxshi, ha. Sizmi ovoz artistsan, ha? Ha, ovoz artistiman. Unda bo'lganda ekan, ismlar nima? Buni so'rab qoldingiz. Ismim To'mirxon. To'mirxon? Ha. Bu To'mirxon degan xotin kishining ismidi va? Manda desam, ko'nglingizni kelib qolmasa, meni demoqchi bo'lganim bu To'mirxon degan kishining ismidi demoqchi edim. Voy, siz bu To'mirxon degan ish qilib odamning ismidi? Ha, odamning ismi, odamning. Endi manda gapkim, sizning boshliq bo'lmasam, sizlik bo'lsam bir imtihon berib qo'y. Endi o'tib qolsam, o'tib ketaman. Bo'lmay qolib qolsa, bir praktik hisob bo'lib qolsin deb chirishimdi. Ha, bo'ladi. Biroq mening bu ovoz imtihon ilish salohiyatim yo'q. Ishim bo'lmaydi, bir berib qo'y. Endi olib qo'ymanglar bizni. Kimni lozim bo'lib qolamiz deyman. Voy, bu qo'yma deb qo'ydigan ish emas bu qarang. Bizning mushukimiz ustimizda boshliqlar qarang. Qaysa sizga yarasak, undan keyin aqliq yaraymiz. Nima bir mashq qilib olamiz biz. Qadashlar ya? Bo'pti. Siz qaraganda shu ovozga nihoyat qiziqadigan o'xshaysiz. Shunda. Bo'pti, bir ko'rpa qaylindasi. Qanday aloyidligingiz bor? Endi mening aloyidligim shu. Naqsh ayta olayman. To'y to'kinida uslayni olayman. Oy. Yanayliqi ancha-muncha uni buni do'riy olayman. Ha, yaxshi. Qani unda o'zi bir azroq tayyorlig'ingiz bor? Tayyorlik endi bor. Ha, bo'ladi. Qani unda o'zi tayyorlagan nomeringizni o'zingiz bir do'rab qo'ying. Qopmam lamsa. Ha? Ya o'zingiz qilmaydi uni. Chiqsana berga. Bir tan qilmas. Kelsa? Seliqi, meni tayyorliqim makasa. Mening tayyorligimni sizlarga bilib qo'ysa. Eliqi, ama bizim ataqliq yosh bir yozuvchimiz va ataqliq bir yozuvchimiz Ömer Qodir deydigan. Shu odam yozgan Do'zax safar degan kinoni ko'rganmi? Ko'rgan. Ashunda qaysa? Yana bir xiroyin so'digiri bor. Eliqi, Sidiq Boyvachchi deydigan uni siz do'rab baslar. Mayliq bizniki marhum ataqliq komediya artistimiz Hasan Yusufgan bor. Shunikini men do'rab beray. Ha, bo'ladi amsa. Eliq xiroyin sotadigan bir yava bor, uy keldigan shu yerda deb basa. Ha, eliq xiroyin atkazishdi. Shunda. Ha, bo'ldi. Keldik amsa? Keldik. Ezim, ben sana bu uyga kelme deb necha qitim aytdim ku. Agar meni qosh qilib qo'ydigan bo'lsang, ko'glikni ko'rsataman. Xotirjam bo'lsa hocam. Agar meni tutib olib, qiymichimi qilaversinmi? Hayga sizni qosh qilmayman. Xotirjam bo'lsizlar. O'xshadimi ya? Ha, o'xshadi. Yana bir yeri bor. Jenim ana, bag'rim ana, seni bekchig'indim juma. Yaxshi, o'xshadi. O'xshadimi? Unda o'z yana birini do'rab beray. Buni o'zir deb baslar. Juma? Yana Ushmashning filmini ko'rganmisizlar? Aslida ayoliga vasiyat qildigan bir odam bor. Lekin o'zida topiladi, juma? Elaka. Xudud. Sizlar yosh, chiroyli, oppoq. Navodi va ulab ketib qolsam, yil aytiga bo'ladi xudud. Agar shu yigitga eringlarga mening bir qur kiyimni kiygizib qo'ysanglar, meni o'z ko'zimda ko'rgandek ko'rishlar. Bularni xudud. O'tib ketdi deb bag'ilay. Voy, bizning ataqliq komediya artistimiz Yusufali akamning ovozi qo'ydi. O'xshatmas, yaxshi. Yolmas. Sen bir noch buni bilaman. O egisiga tek saatda. Bo'ldi. To'xtab. O'tiring. Bo'ldi, yaxshi. Qo'yla. Qasa? Hayotimdan beri sizga do'rab berdim. Ataqliq artistlarimizni siz deb qo'ymisiz juma. Ha, yaxshi. Anlab qolsa, bekor menda xafa qilishimisin deyman. Ha, yo'q. Ular meni shunda aloyidlik bo'lg'achqa, shunda qiziqarli rollarni olg'achqa u xalqimizga tanilgan, peshqadam shaxslardan bo'lib qolgan. Ular hargiz xafa bo'lmaydi. Anchilik bo'lsa-ku, mayli. Yaxshi. Bizning hamda siz shu ovoz baygil keldingizlar. Shunda. Sizning bu yerlik shivingiz bek eg'ir ekanda. Nima? Shiva? Ya men Shiva emas, Uyg'ur. Ben sizni Shiva demedim. Ben siz dedim ama sen Urg'ay. Urg'ay emas, Uyg'ur dem. Uyg'ur dem. Urg'ay o'xshash-ku. Ha, shu qarasam Urg'ayda keltirasiz.
Yaxshi. Biroq siz shu ovoz berman deb kelibsiz, endi biz asos o'rtaq til ishlatamiz qara. O'rtaq til? O'rtaq til. Bu o'rtaq til degan fikr qanday til bu? O'rtaq til degan o'rtaq til qara. O'rtaq til. O'rtaq til degan mushu bizning har qaysi shaharlardagi qarindoshlarimiz tushuna oladigan. Masalan, Oqsu, Kucha, Qashqa, G'ulji, Turpan degandek hammasi tushuna oladigan o'rtaq tilni biz o'rtaq til deymiz. Bu o'rtaq til deymiz. O'rtaq til deymiz. Qashqa so'zlaymiz. Xotin, Kucha, so'zlayman? Ha, bo'ladi. Unda bo'lsa sizga men bir narsa beray. Bu bizning klassik asrimiz G'ayrib sanamdan Ari aka mushuni bir acha G'ayribning ovozini o'xshitib belqina avkarnikini. Mushuni bir dialog qilib berdim. Bu ilqi. Bu G'ayribni Abdulla Shatib tutib oldiga o'xshamda. Ha, she'r. Aşı bayatımdek ortak tilde, Qashqarning ortak til degandek. Shuni, o'rtaq til so'zlar. G'aribcha, qaylab turliqo. Ma'suja, ma'sat turib kirtadigan-da. Endi g'arib keldik. Hay, nagmatimna. İlgi mingdaysiz, mingi mingdaysiz. Sen nagmatimna, mingmaytman. Endi yana bir navkarning so'zi bor ekan. G'arib qari, ma'siya. Charbaq kizgirivanti. Pulab tashamizmi? Yana bir navkar bor ekan. Ukam, so'raysanmi, men baxsma. Dal shu chaqda, Sanamjon keldi deydi. Ha, Sanamjon keldi. Ondan mana shu g'arib Sanamga manda deydi ekan. Sanamjon, kasamlarni qaytib kelibman. Men kagicha qon ko'limizni har kun yerim qilman. Oqchanida 70 ko'p pul bor. Men kagicha kelib qaydab turmoqman. O'rtaq til. O'rtaq tilmi? Yaxshi. Yaxshi so'zladingiz. Rahmat. O'rtaq tilni aytimdan so'zladim. Rahmat. Yaxshi. Yana boshqa alaydigingiz bormi? Ba, masalan, qo'sh kishilik naqsh ayta olmayman. Qanday naqsh qo'sh kishilik naqsh? Asa? Ha. Mamlakat kasa? Voy. Mandaqa. Kasa? Kasa. Voy, nimaga chalma? Gulmara. Qo'ydi bo'ldingiz? Aysa? Qo'shib aytam deb siz aytasiz berdi. Qo'sh kishilik naqsha. Astagfirullah. Aysa. Bağım bay gülmere. To'xtasam, keynima aytdim buni. Kasa. Tamam. Bağım bay gülmere. Bağımda anarım gülmerem. Sen karıyımsan yarim Gülmerem. Urguydek adaşım Gülmerem. O qo'sh kishilik naqshmi? Ha? Yani başka naqshini bilmas. Mesela qil. Atta ketdi, meni kelmaydi. Anna ketdi, kelmaydi. O sening o'zaning emas. Degan naqshini bilman. Yaxshi. Yana bir naqshi bor iliqi. Ha. Oynayli do'stlar, kulayli do'stlar, bala-baladek nava eylab. Oynayli do'stlar, bala-baladek nava eylab, kulayli do'stlar. Yaxshi. Endi bayatınki qo'shlar. Qo'l qo'sh kichik naqsha hozirgi zamondagi yosh bolaning naqshisi. Ha, yoshlar naqshisi. Shunda bo'ladi. Yana uyg'urcha, ingliz tilini aytamiz mi? Ha? Jim. Uyg'urcha, inglizcha. Aytprayman. Juni shengre kayla, juni shengre kayla, juni shengre kayla, juni shengre kayla. Ati pati juyu, ati pati juyu.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bunu uykusunda etmeymiz. Manda etimiz. Siz onda anlayın ha? Ülgünü bilin. Ças. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Voy. Demiş kılarsın. Ya. Kılma. Ya. Kardeşim kılıklı. Esta sert oldu ya. Esta unda vasafkan. Boğum meyli. Her sizligimiz imtihan berdi qilib atap azraq bizim ağaç kelgandim. Manisiz. Voy bu nima qilyapsiz siz? Mana ko'nglim, kam ko'nglim. Asa? Qurtoq kirdim ishlar yapasa? Rahmat, xudo yedim. Yaxshi do'rdingiz. Undan aytdi ekansiz. Rahmat. Meningcha siz bu kasbning ahli emas ekansiz, qarang. Eng yaxshisi siz qaytib ketib, o'sha tumoqchiligingizni qilsangiz o'g'lik. O'sha tumoqchilik do'konini ochavering. Bunda yerlik shivisi ig'ir. Bunda o'rtaq til so'zlamaydiganimiz kerak emas, qarang. Shuning uchun siz qaytib qolsangiz bo'ladi. Bu sizning nemish qildigan ya bufka? Bu ovoz berilgan ya, ovoz oladigan, tarjima qiladigan. Qaysi afkam? Avazga bo'lmadimi men? Ya bo'lmaydi ekan. Muzikaga bo'lmadimmi? Ya bo'lmaydi. Unda ovoz tarjimonligiga yarab qolaman. Tarjimadan ish qilib berayman. Oh, tarjima qilyapsiz. Tarjima afkam. Adam qilganimni adam qilaman da. Ha bo'ladi, unda siz bir necha so'zni bir tarjima qilib bering, ha? So'z deyil afkam, so'z degan oddiy. Mana maqol tamsil desam mana men tarjima qilib beraman. Masalan afkam, elaqa tas bo'lsan gaydinga chol deganda xanzusiga manda tarjima qilamiz. Tuttu bozisham. Ha. Elaqa jinning qat shaptulda deganda jinni mu deb tozisham. Ha. Osmonga tukursang yuzing kechiraydi deganda tuzay tenshang, lozay menshang. Yana bir gap afkam, elaqa ishak ko'z qo'g'i jak tatibdi deydigan. Bo'lsan, Moliza silma, vibala erxon. Yaxshi. O'tir. Buni qanday tarjima qilamsiz? Bo'lmadi afkam. Ha, bu yomon tuz tarjima bo'lib ketdi. Bunday tarjimalarni biz ishlatmaymiz. Kamsiz makasni tushunamla. Voy, mushkasni tushungachga men 10 yil bo'ldi makasni ishlayotqali. Buni qilmamam ekanman. Bo'lmaydi, bo'lmaydi sizga. Unda vaskan bo'pti, ko'ngillari. Bari muzikadan birinchi gapirib boqmayman. Ha, bo'ldi-chi. Asa? Chasa? Nima ish berma? Xalqalarini chasa. Voy, nima ish bersam bo'ladi? Müzik çalmaz. Chasa? İştiraklarımız buna şok çalımız. Mis çalımız. Voy, qanday chiqchaqli oldu bu müzik? Chasa afkam, dustadigan voy, bang mana çalımız uni. Chipiraychi. Yarim giderken jırak Ataşap beni azap etti Günep kalktın ab yürek yağı Kandak daymen tenha yürüşke Dünya bana ey dergize Sen gidersen bizler kalarmız Dünya bana ey dergize Yetermez senle kalarsan Dünya bir vata dünya Yaxshi. En öfken bu ne? Üslup deyimiz.
Ha, bu uslubingiz yaxshi keldi, yaxshi keldi. Ela haqni dormaymiz biz. Siz eng yaxshi qaytib qiling qarang. Bo'lmaydi ekan. Bu asta aytadigan bu naqshlarning o'zgachilik uslubi bor qarang. Bu istik aytadigan naqsh va uslubli naqshlar. Bu asta naqshini o'rgitib ish qo'ygan. Bizning mayliga deychilik cho'g'an. Mana mushta ishtiga satadi bizga buni. Eng yaxshi siz qaytib qiling. Meni qiladigan bir moch ishim bor. Nakasa. Eng kaynida chiqadigan bir ism bor. Taqlidiy ovoz deydigan. Aqcha, shuning ishi oson. Shuning o'zini olib qo'yasizlar meni. Buni qila olaman. Taqlidiy ovoz degani odam qiladi uni. Uni shu ovoz olgan texnik xodimlar ishlaydigan ish u. Biz bo'la olamiz. Ha, bo'pti, daqiqa. Taqlidiy ovozga nima bor? Ha? O'zim tushunmay turibsiz. Taqlidiy ovoz degani emas qarang. Masalan? Ha, ishning ichilib yetilish ovozlari. Chala. Ha. Nemcha? Mashinalar ketib turib signal bergan ovoz. Ha. O'shami ya? Ha, ishtaqa. Nemcha? Yana mashinalarning ishtik o'tib ketib qolgan ovozlari. Ha, to'g'ri. Yana cho'fkam. Yana bog'da qushlarning sarg'an ovozlari, kaptalarning. Kaptalman? Qanday kaptalman? Dendaningmi yo? Voy, qanday qo'silish qilib kaptalarning. Dendan sara chiqam. Mana dendan deymiz ku. Ha, katta bog'i. Ha. Mana sarayda. Yaxshi. Bolalarcha. Ha, yaxshi. Mana sarayda. Buni bir odam oz orqali bermaydi qarang. Buni mashina orqali ishlaydigan ovozlarmisi. Meni to'la avar qilmay. Siz yo'lingizga menavering ha bo'ldi. Boshqasiz. Voy, bayatın ya uni qil, buni qil deysiz. Ye? Men apaytdan dukunimni taqib keldim, o'tinib kelman. Voy, misha o'tamsiz? Qaysa? Bizda qadamga borgan, men qo'ydim, maash taqib, ishlasang olajaqsizlar. Ma'qul, shunda qildi. Mening ishim bor, bo'ldi. O'tasan? Asana. Chasa. Naqshida yana bir aytaman, o'talisam o'tib, o'tamasam o'zimga. Sizlarga sovuqtimni chala olaman lan. Ha? Sovuqtim. Ha, chalay. Chasa. To'xtadim. Ha? Nimani? To'xtang Fatima. Siz hozir naqsh etdingizmi? Ha? Naqshni siz etdingizmi? Men aytdim. Ey! Men naqshni aytgan sen emas, men bu. Qanda degan bir nima bu. Chiqarma cho'michingni adash. Astagfirullah. Chenib qolibdi-da bu.